Bismillahirrohmanirrohim. Qur'on va sunnatga ko'ra muslima ayolning shaxsiyati. Yangi bir bobga yetib kelgandik. Bobimizning nomi muslima ayolning do'stlari oldidagi vazifalari. Mana shu bobdan qolgan joydan davom etamiz. Yetib kelgan mavzuyimiz muslima ayol do'stlari va birodarlari bilan aloqalarni uzmaydi degan mavzu. Muallif aytadiki, muslima ayol opa-singillari va do'stlari bilan aloqalarni uzmaydi. Dinining hukmlarini anglagan musulmon ayol mana shu haqiqatni aslo yodidan chiqarmaydi. Birodarlik, o'zaro sevgi va marhamatni targ'ib qiluvchi islom dini ayni paytda aka-ukalar, opa-singillar o'rtasida aloqalarni uzishni, bir-biriga teskari o'girilishni va gina qudrat saqlashni taqiqlagan. Shuningdek, ba'zi oddiy xatolar va o'tkinchi kamchiliklar Alloh yo'lida bir-birlariga sevgi, muhabbat bag'ishlagan sodiq mo'mina ayollar o'rtasida ayriliqqa sabab bo'lmasligini ta'kidlagan. Chunki Alloh rizosi uchun bo'lgan sevgi rishtasi bu ikki kishining sodir etadigan ilk xatosi bilanoq uzilib ketadigan darajada zaif ip emas, balki baquvvat, kuchli va mustahkam bir bog'dir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisi shariflari bunga dalildir. Agar ikki kishi bir-birlaridan ulardan birining sodir etgan ilk xatosi sababli mana shu ikki kishi bir-biridan ajraladigan bo'lsa, demak ular bir-birlarini Alloh rizosi uchun sevmagan bo'ladilar deydi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xo'p, mana bu joyda muallifning gapini to'xtatamiz, matnni o'qimay turamiz. Demak, mana bu darsda, mana bu mavzuda biz nimani o'rganamiz ekan? Xoh muslima ayol bo'lsin, xoh bir muslim bo'lgan erkak bo'lsin, do'stlari bilan aloqalarni uzib yubormaydi degan mavzuni bugun o'rganamiz ekan. Ya'ni mana bu joydagi aka-uka, opa-singildan qasdi bizni o'z qarindoshlarimiz bo'lgan, o'zimizni jigar poralarimiz bo'lgan akamiz, ukamiz, opamiz yoki singillarimiz emas. Bu mavzuda tushuntirmoqchi bo'lgan narsasi muallifni biz Alloh uchun do'st tutingan insonlarimiz, Alloh uchun yaxshi ko'rgan akamiz, ukamiz, o'zimizni o'sha qarindoshimiz bo'lmasa ham, lekin din birodarlarimiz haqida mana bu joyda gap ketyapti. Mavzu mana shu haqida. Muallif aytadiki, ya'ni dinini hukmlarini anglagan musulmon ayol mana shu haqiqatni aslo yoddan chiqarmaydi. Birodarlik, o'zaro sevgi va marhamatni targ'ib qiluvchi islom dini ayni paytda Alloh uchun aka-ukalik yoki Alloh uchun opa-singillik bo'lgan mana shu narsani o'rtasidagi aloqalarni uzishni, bir-biriga teskari o'girilishni va gina saqlashni taqiqlaydi. Ya'ni Alloh uchun do'st bo'lganmizmi? Bir-birimizdan yuz o'girishligimiz, bir-birimizga yomon ko'rishligimiz, bir-birimizdan aloqani uzib tashlashligimiz, bir-birimizga teskari bo'lib ketishligimiz, gina saqlashligimizni islom taqiqlagan. Va mana bu joyda muallif muhim narsani keltiryapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bilan. Ya'ni inson hayotida kimlar bilandir do'st bo'lsa, Alloh uchun, bu albatta Alloh uchun do'st bo'lishlik degan narsa har doim shu zo'r ketavermaydi. Albatta orada xatolar bo'ladi. Albatta orada kamchiliklar bo'ladi. Albatta orada mana shu Alloh uchun do'stman deydigan insonlarning ichida kamchiliklar bo'ladi, xatolar bo'ladi. Hech qanaqangi bir do'stlik yo'qki, unda xato bo'lmasin. Albatta mana bunaqangi xato bo'ladi. Endi biz birodarlarimizga, aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga, ya'ni Alloh uchun men seni yaxshi ko'raman deydigan birodarlarimiz, opalarimiz, singillarimiz mana shularni bizga qarata qilgan xatosidan, ilk xatosidan agar bir-birimizdan ajrayotgan bo'lsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandek, biz bir-birimizni Alloh uchun sevmagan bo'lamiz. Biz agar birodarlarimizni birinchi xatosidanoq biz yuz o'girib borayotgan bo'lsak, voz kechib borgan bo'lsak, ularni qo'ldan tutmayotgan bo'lsak, mani misol uchun g'iybatimni qilibdi yoki mana bu joyda meni haqimda gapirib qo'yibdi yoki mana bu holatda men bir sir aytgandim, sirimni hech kimga aytmagin degandim. Shuning uchun boshqa joyda yana mana sirimni aytib yuribdi ekan desak va mana shu bitta qilgan xatosi bilan biz yuz o'girib yuborsak, ulardan ajralib yuborsak, umuman ular bilan yuz ko'rmas bo'lib ketadigan bo'lsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandek, biz ularni Alloh uchun sevmagan bo'lamiz. Alloh uchun sevishlik nima deyapti muallif? Chunki Alloh rizosi uchun bo'lgan sevgi rishtasi mana bu ikki kishini sodir etadigan ilk xatosi bilanoq uzilib ketadigan darajada zaif bir ip emas. Balki baquvvatli bo'lgan, kuchli bo'lgan, mustahkam bo'lgan bir bog' bu.
Biz bir birodarimizga Alloh uchun yaxshi ko'ryapmiz dedikmi? Bo'ldi, biz uni birinchi xatosidan voz kechib olmasligimiz kerak. Bu mustahkam bog' bo'lishlik kerak. Chunki bizni Alloh do'st qilib qo'ydi. Innamal mu'minuna ikhwa. Shubhasizki mu'minlar birodardir dedi. Biz qarshimizdagi mo'mina bo'lsa, bizni do'stimiz bo'lsa, Alloh uchun yaxshi ko'rdik deyapmizmi? Bo'ldi. Biz uni birinchi xatosidan voz kechib olmasligimiz kerak. Chunki har birimiz insonmiz. G'iybat qo'ygan bo'lish mumkin. Nima bo'ldi yani? Mana shu g'iybat bilan yer uzilib, osmon uzilib yerga tushib qoldimi? Yo'q. Mayli bizni sirimizni aytib qo'ydi deylik. Nima bo'ladi shu bilan? Bizni bir joyimiz kam bo'lib qoladimi? Yo'q, afv qilishni o'rganishligimiz kerak. Afv qilishni o'rganishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo afv qilganlarni yaxshi ko'radi. To'g'rimi? Alloh subhanahu va taolo afv qilganlarni yaxshi ko'radi. Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Allohim, sen afv qilishni yaxshi ko'rasan. Tuhibbul afwa deydi Oysha onamiz, payg'ambar Alloh subhanahu va taolo uchun. Meni ham afv qilgin. Alloh subhanahu va taolo afv qilganlarni yaxshi ko'radi. Va biz birodarlarimizni afv qilishligimiz, mana shu afv qilishligimiz sababidan biz ham afv qilinamiz. Biz ham kechirilamiz. Endi birodarimiz xato qilgan bo'lsa, qanchalik xato qilgan bo'lishi mumkin? Qanchalik katta xato qilgan bo'lishi mumkin? Hozirgi holatda, misol birodarlarimiz bilan Alloh uchun yaxshi ko'ramiz deyamiz, Alloh uchun o'qitisiz yaxshi ko'ramiz deyamiz bir-birimizga. Endi mana bular xato qilsa, shu darajada xato qilishi mumkinmi? Ya'ni sizni qizingizga bu zinokor deganchalik xato qilishligi mumkinmi? Mumkin emas. Allohu a'lam. Ya'ni hozirgi holatda musulmonlarni bir-biriga bunaqangi tuhmatlar qilishligini men tasavvur qila olmayman. Endi shunaqangi xato qilib qo'ygan, shunaqangi katta xato qilgan odamlarni bizni ergashishlik bilan mukallaf bo'lganimiz sahobalar, misol uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu afv qilyapti. Oysha onamizga, bo'lib ham ummatning onasi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eng yaxshi ko'rgan ayollari. Mana shu onamizga u zinokordir deb qo'ygandi yoki mana shu gaplarga aralashib qo'ygan bitta sahoba bor edi. Va Abu Bakr radhiyallohu anhu bularga har doim yordam qilib turardi. Moddiy yordam qilardi, ularni borib ziyorat qilardi, kamchiliklarga qarab turardi. Mana shularning oilasidan shunaqangi bir gap chiqib qoldi. Shu paytda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdiki, bo'ldi, men bularga yordam bermayman endi. O'zi haqli edi. To'g'rimi? O'zingiz o'ylang, siz shuncha odamlarga yaxshilik qilasiz. Bir odamning kamchiligini, moddiy, ma'naviy qanaqangi ehtiyoji bo'lsa, ularning ehtiyojlarini ketkazasiz. Shunaqa yordam qilgan odamingiz sizni qizingiz haqida bo'lmagan gaplarni gapirib tursa, nima deysiz? Eng kamida aytasizki, Abu Bakr radhiyallohu anhuga o'xshab, mayli, men endi bularga umuman yordam qilmayman. Shunaqangi holat bo'lganda Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Afvga buyurdi. Uni kechiringlar dedi. Alloh sizlarni kechirishinglarni xohlamayapmi dedi. Mana subhanalloh. Abu Bakr radhiyallohu anhu shu gapni, shu oyatni eshitgandan keyin aytdiki, bo'ldi, men ularni afv qildim, yana davom etaman yordam berishda. Mana shunaqa. Ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rishlik shunaqa bo'ladi. Afv qilasiz birodaringizni. Shu kichkina xato sababdan agar biz ajrashib ketayotgan bo'lsak, uzoqlashib ketayotgan bo'lsak, bu Alloh uchun do'st bo'lmaganligimizdan dalolat. Chunki inson, ayol kishi ojiza. Har bir inson ojiza. Ba'zan g'azabga berilishi mumkin, to'g'rimi? G'azabga berilganida qattiq gap gapirib qo'yishligi mumkin, g'iybat qilib qo'yishligi mumkin. Chunki har bitta inson bunaqa narsalar boshdan o'tadi yani. Shuning uchun buni nima qilmaymiz? Agar biz birodarlarimizdan agar birinchi xatodayoq yuz o'girib yuborayotgan bo'lsak, biz Alloh uchun yaxshi ko'rgan bo'lmaymiz. O'shaning uchun birodarlarning xatosiga ko'z yumishlikka harakat qilib, mana bu narsaga nafsimizni o'rgatishligimiz kerak. Mana bu narsaga nafsimizni o'rgatishligimiz kerak. Endi bir birodar bilan deylik, urushib qoldik. Bir birodarlar bilan urushib qoldik. Oramizda katta suhbatlar bo'lib ketdi. Mana bunaqangi holatda urushib qolishlik, g'azablanishlik birodariga bu oddiy holatmi? Ya'ni bunaqa narsaga shariat ruxsat berganmi, yo'qmi? Avvalambor, bunaqa narsa insonning tabiatida bor. Urushib ketishlik, g'azablanishlik, tortishib qolishlik, hatto bir-birini urib qo'yishlik misol uchun bor. Bunga dalil, misol uchun Alloh subhanahu va taologa eng yaqin bo'lgan zotlar kimlar? Payg'ambarlar. Bularning ichida Alloh subhanahu va taolo bilan hech qanaqangi vositasiz gaplashgan payg'ambar bu Musa alayhissalom. Endi Musa alayhissalomning ukasi ham payg'ambar. Mana shu ikkalasi bir-biri bilan tortishyapti. Qarang. Musa alayhissalom qavmini Harun alayhissalomga topshirib ketib, Alloh subhanahu va taoloning huzuridan gaplashib qaytganidan keyin nima bo'ldi?
Musa alayhissalom qaradiki, vaziyat yomon. Harun alayhissalom nima qildi? Sochidan soqoldan tortdi. Sochidan soqoldan tortdiki, nima qilib qo'ydi yani? Nimaga qaramayapsiz mana bu qavmga? Demak, bunga yana misol uchun dalil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytildiki, ey Allohning rasuli, hali u paytda Abdulloh ibn Salul islomga kirmagan edi, ya'ni munofiqlik qilmasdi, ochiqdan ochiq yahudiy edi u paytda. Aytishdiki, shu odamning yoniga borsangiz, zora islomni qabul qilib qolsa deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham xo'p dedida, shu eshagiga mindi, sahobalar bilan borishdi yoniga. Borgan vaqtda uning yonida ham ba'zi bir sahoba bo'lgan, musulmon bo'lgan, yangi musulmon bo'lgan odamlar bor edi. Shunda Abdulloh ibn Salul aytdiki, ey Muhammad, ket bu yerdan, eshagingni hidi meni bezovta qilyapti dedi. Shunda sahobalardan bittasi mana bu gapni eshitganda aytdiki, vallohi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshaklarini hidi sandan hayinliroq degan gap aytdi. Shunda uning yonida bo'lgan ba'zi Abdulloh ibn Salulning yonida turgan ba'zi sahobalar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonidagi sahobalar bir-birlari bilan urushib ketishdi. Bir-birlari bilan urushib ketdi. Shunda mana shu hammamizga ma'lum bo'lgan Hujurat surasidagi ba'zi oyatlar nozil bo'ldi. Endi urushib qolganda inson yoki tortishib qolganida yoki shunaqangi bir tuhmat bo'lganda eng oddiy bo'ladigan insonning his-tuyg'ularidan bittasi nima? Urushib qolgan odam bir-biriga g'azab qiladi. Tortishib qolgan odam bir-biriga albatta qalbida gina saqlaydi. Albatta u yerda nafs o'rtaga kiradi. Misol uchun kimdir xafa bo'ladi, ranjiydi. Mana shu holatda islom nima qilgan bizga? Islom bizga arazlashga ruxsat bergan. Muallif aytadiki, ayol kishi ba'zan insoniy ojizlik oqibati bo'lgan g'azabga berilishi mumkin. Bu vaziyatda ikki opa-singil bir-biriga yomon munosabatda bo'lishi va oralaridagi bu g'azab hamda gina qudrat munosabatlarini butunlay uzishgacha olib borishi mumkin. Shu sababli musulmon ayol juda yaxshi bilishi kerakki, islomning tavsiyalari insoniy nafsning tabiatini va nafsning gina saqlashga, his-tuyg'ular hamda kayfiyat o'zgarishlariga moyilligini ko'zdan qochirmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ala ya'lamu man xalaq degan. Ya'ni Alloh o'zi yaratganini bilmaydimi? Albatta biladi. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratgandan keyin uni nafsini qanaqaligini, his-tuyg'ularini qanaqaligini juda yaxshi biladi. Shuning uchun muallif aytadiki, shuning uchun chuqur hikmati tufayli ham islom inson nafsining ranjishi, norozilik ko'rsatishi mumkin bo'lgan muddat uchun bir chegara belgilagan. Ya'ni inson aytganimizdek urushib qolgandan keyin albatta ranjiydi. Qalbida norozichilik bo'ladi, qalbida xafagarchilik bo'ladi. Shuning uchun nima qilgan? Mana shu narsani ketkizishlik uchun unga bir chegara belgilagan va buni 3 kun deb tayin qilgan. Bir-birlari bilan tortishgan tomonlarning bu 3 kun o'tib ham yarashishga, bir-birlaridan rozilik so'rashga va ahillashishga shoshilmasliklarini harom qilgan. Ya'ni inson 3 kundan agar o'tkazib boradigan bo'lsa, mana bu ishi nima? Harom. Buni dalili nima? 3 kundan ko'p arazlashlikni harom ekanligiga dalil nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, bir musulmonni din birodari bilan 3 kundan ortiq arazlashishligi, gina saqlab yurishi, yo'lda bir-birlari bilan duch kelganda birini u tomonga, ikkinchisini mana bu tomonga burilishligi halol emasdir. Bu ikkisidan eng xayrlisi birinchi bo'lib salom berganidir deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, aytganimdek, insonni urushib qolishligi, g'azablanishligi, tortishligi bu insoniylik tabiati. Bu payg'ambarlarda ham bo'lgan, eng xayrli nasl bo'lgan sahobalarda, payg'ambarlar bilan birga yashagan insonlarda ham bo'lgan. Tortishib qolishlik, urushib qolishlik, g'azablanishlik, bir-biriga baqirib qo'yishlik, g'iybat qilib qo'yishlik, yolg'on gapirib qo'yishlik, kimgadir tuhmat qilib qo'yishlik. Bular insonning o'sha nafsidan kelib chiqqan narsalar. Endi bu oddiy holat. Bu oddiy holat bo'lgandan keyin, bundan keyingi keladigan oqibatlari ham insonni urushgandan keyin bir-biriga g'azablanishligi, arazlashligi, xafa bo'lishligi, qalbi ranjishligi, bu ham nima? Oddiy holat. Shuni bilganligi uchun islom orada ana shu insonning qalbidagi narsalarni ketkizishlik uchun 3 kungacha nima qilgan? Ruxsat bergan. Birodaring bilan gaplashmasang mayli. 3 kun mayli salom berma. 3 kun mayli ko'rganingda uzoq qarab tur. Qarama unga misol uchun. Yoki ko'rmaganga olib ket. 3 kun. Lekin mana bu 3 kun to'ldimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganidek, agar 3 kundan keyin ham arazlab yuradigan bo'lsa, gina saqlab yuradigan bo'lsa, yo'lda ko'rib qolganda bittasi u tarafga, bittasi bu tarafga ketadigan bo'lsa, mana bu ishligi, mana bu qiladigan ishlari nima? Halol emas, ya'ni harom.
Mana bunaqangi arazlab yurishlik harom. Bular mana bu ikkalasini eng xayrlisi kim? Mana bu ikkalasini eng xayrlisi bu salom bergan kishidir deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xo'p, muallif aytadiki, shuning uchun ham tuyg'ularini islom shakllantirgan, nafsini islomning hikmatga boy asoslari tarbiyalagan musulmon ayol sabab nima bo'lishidan qat'iy nazar din birodarlaridan biri bilan bo'lgan aloqalarni uzmaydi. Aksincha, orani isitishga va dindosh opasiga, singlisiga salom berishga shoshiladi. U juda yaxshi biladiki, bu ikkisidan eng xayrlisi oldinroq salom berganidir. Agar suhbatdoshi uning bergan salomiga alik olsa, ikkisi ham yarashish savobiga sherik bo'ladilar. Agar javob bermasa, birinchi bo'lib salom bergan musulmon ayol aloqalarini uzish va gina saqlash gunohidan uzoq qoladi. Salomga alik olishni rad etgan kimsaning o'zi esa yolg'iz o'zi gunoh bo'yniga qoladi. Ya'ni kim mana bu holatda bu hadislarni biladi, misol uchun bilgandan keyin birinchi salom bersa va bu bilan birgalikda salom bergan kishi mana bu salomiga alik olib unga javob beradigan bo'lsa, ikkalasi ham nima bo'lgan bo'ladi? Mana bu savobga erishgan bo'ladi. Yo'q, agar birisi salom beryapti, bittasi yuz o'girib ketayotgan bo'lsa, mana bu insonning gunohi o'z bo'yniga bo'ladi. Buni dalili nima? Buni dalili shuki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan hadisda aytiladiki, bir kishini bir mo'min bilan 3 kundan ortiq arazlashib yurishi halol emas. 3 kun o'tgach u bilan uchrashsin, salom bersin. Agar birodari uni bergan salomiga alik olsa, ikkalasi ham bir xil savobga sherik bo'ladilar. Agar birodari salomni olmasa, salom bergan kishi gina saqlash gunohidan uzoq bo'ladi. Ya'ni salom bergan kishi mana bunaqangi gina saqlamaganligi uchun bu gunohdan uzoq bo'ladi. Salom berilganda alik olmayotgan birodar bo'lsa, do'sti bo'lsa, o'sha o'zi gunohkor bo'ladi, deyapti Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan hadisda. Xo'p, muallif aytadiki, ikki kishini bir-biri bilan aloqani uzish va munosabatlarni to'xtatish muddatlari qanchalik uzaysa, gunoh ham shunchalik ortadi. Xatolar ham shu nisbatda kattalashadi. Bir-biri bilan tortishuvda bo'lgan va arazlashgan ikki tomon uchun qilingan ogohlantirish ham mana shu nisbatda shiddatli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, kim birodarini bir yil davomida butunlay tark qilsa, u bilan aloqani uzsa, uning qonini to'kkandek bo'ladi, deydi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Subhanalloh. Qarang, ya'ni bu oddiy narsa emas. Bir inson bir birodari bilan arazlashib qolib, hali 3 kun o'tib ketgan bo'lsa, bu bilan birgalikda oradan uzoq muddat o'tib 1 yil o'tgan bo'lsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, uni qonini to'kkandek bo'ladi. Ya'ni uni o'ldirgandek bo'ladi, deyapti. Subhanalloh. Alloh saqlasin. Muallif aytadiki, buning sababi qalblarni tarbiyalashda islomning uslubi sevgi, birodarlik, yaqinlik va samimiy e'tibor asosiga qurilganidir. Shu nuqtai nazardan islom musulmon erkak va ayollarning hayotidan adovat, hasad va bir-biriga teskari o'girilish kabi yomon xulqlarni yo'qotishni istaydi. Hayotlarining sofligini, iymon birodarligiga zid bo'lgan mana shu tuban xislatlardan birortasi bulg'ashiga rozi bo'lmaydi. Shuning uchun ham yer yuzida inson va qavmlar paydo bo'lganidan buyon insoniyat tanigan yagona tengsiz axloqiy uslub bu boradagi islomiy o'lchovni shunday belgilaydi. Bir-biringiz bilan aloqani uzmanglar. Bir-biringizga teskari o'girilmanglar. Bir-biringizga adovat qilmanglar. Bir-biringizga hasad qilmanglar. Alloh buyurganidek birodar bo'linglar, deydi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yana boshqa bir hadisda aytiladiki, gumondan saqlaninglar. Chunki gumon so'zlarning eng yolg'onidir. Insonlarning ayblarini qidirmanglar. Josuslik qilmanglar. Bir-biringiz bilan tortishmanglar. Bir-biringizga hasad qilmanglar. Bir-biringizga adovat qilmanglar. Bir-biringizga teskari o'girilmanglar. Ey Allohning bandalari, birodar bo'linglar, deydi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qarang, mana bu hadisni shunchaki o'qib o'tib ketmaslik kerak. Bu hadisning ichida to'la ma'nolar bor. Nima bu ma'nolar? Hozir Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, gumondan saqlaninglar. Chunki gumon so'zlarning eng yolg'oni. Bir inson gumondan saqlanmaganda nima bo'ladi? Misol uchun, birodarlar haqida aytilyapti bu yerda. Dedik, birodarimizdan gumon qilyapmiz. Gumon qilishlik birinchisi yomon. Bu gunoh va yolg'on, deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Deylik, gumon qildi. Gumon qilgan odam, deylik, faloncha uxti kimlardir telefonda gaplashyapti. Mana bu gumon, aniq bo'lmagan narsa gumon. Endi
Gumon qilingandan keyin nima qilinadi? Gumon qilingandan keyin mana buni isbotlashga inson harakat qiladi. Yoki bitta birodar haqida bir birodar gumon qilyapti. Qizlar bilan gaplashyapti. Yoki bir yomon ish qilyapti, gunoh ish qilyapti, gumon qilyapti odam. Gumon qilganda nima qiladi? Uni isbotlashlik kerak endi. Isbotlash, mana bu qalbni xotirjam qilishlik kerak-da. O'zini ishini oqlash kerak endi. Yoki ko'chada bitta odam shunday bir gapirib qo'ydi. Gumon bilan aytdiki, shu paloncha o'qdi, bolalar bilan gaplashyapti dedi. Yoki bir harom ish qilyapti dedi. Ko'rmagan, prosta gumon qilgan. Endi mana bu narsani gumon qilgandan keyin buni isbotlab berish kerak. Isbotlab berishlik uchun nima qiladi bu odam? Josuslik qiladi. Boshqalarning sirini poylashni boshlaydi. Bolalar bilan gaplashyapti degan bo'lsa, bu safar nima qiladi? Mana bu gumonni isbotlash uchun birodarining telefonini oladi-da yoki qizlarni o'sha uxtisining telefonini oladi-da, sekin titiklashni boshlaydi. Mana bu josuslikmi? Josuslik. Josuslik bo'ladimi? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deyapti? Gumondan saqlaninglar deyapti. Gumondan saqlanmagan odam albatta nima qiladi? Josuslik qiladi. Qarang endi hadis davomida. Bir-biringlar bilan tortishmanglar deyapti. Xo'p, bir-biri bilan tortishgan odam albatta qalbida bir-biriga qarshi hasad boshlaydi. Adovat bo'ladi. Bir-biriga adovat bo'ladi. Misol bitta musulmon bilan bitta musulmon bir masalada tortishadi. Qaraysiz, oxiri mana shu ish tortishuvning oxiri xayri bilan, yaxshilik bilan yakunlanmaydi. Qalbda hasad bo'ladi. Hasad bo'lgandan keyin, tortishgandan keyin bir-biriga nima bo'ladi? Adovat paydo bo'ladi. U bu yoqdan bitta dalil olib keladi, u bu yoqdan bitta dalil olib keladi. Istar-istamaz oraga shayton keladi. Har qanaqangi bir narsada tortishsin, albatta oraga hasad va adovat kiradi. Endi adovat kirgandan keyin nima bo'ladi? Bir-biriga teskari bo'ladi. Bir-biriga teskari bo'ladi, dushman bo'ladi. Subhanalloh. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu narsani qilmanglar, birodar bo'linglar deyapti. Yana boshqa bir hadisda aytadiki, bir-biringizga hasad qilmanglar. O'zingizlar sotib olmoqchi bo'lgan mol uchun boshqasiga zarar yetkazish maqsadida narxni oshirib savdolashmanglar. Ya'ni o'zingizlar sotib olmoqchi bo'lmagan mol uchun boshqasiga zarar yetkazish maqsadida narxni oshirib savdolashmanglar deyapti. Bir-biringizga adovat qilmanglar. Bir-biringlarga teskari o'girilmanglar. Hech biringiz boshqangizning savdosi ustida savdo qilmasin. Ey Allohning bandalari, birodar bo'linglar. Qarang, subhanalloh. Musulmon musulmonning birodaridir. Unga zulm qilmaydi, uni kamsitmaydi, uni haqorat qilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunaqani bizga tavsiyalar beryapti. Biz mana shu tavsiyaga Alloh uchun amal qilsak, albatta nima bo'ladi? Albatta biz mana bu narsalarni qilmaymiz. Birodarimizga qarshi gumon qilmaymiz. Gumon qilmaganimizdan keyin josuslik qilmaymiz. To'g'rimi? Tortishmaganimizdan keyin qalbimizda hasad bo'lmaydi. Qalbimizda hasad bo'lmagandan keyin bir-birimizga qarshi adovat bo'lmaydi. Bir-birimizga adovat bo'lmagandan keyin bir-birimizga qarshi teskari bo'lmaymiz. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu narsaga nima qilyapti? Mana bu narsadan ehtiyot bo'lishligimizni buyuryapti. Xo'p. Endi biz o'rgandikki, birodarimizga qarshi 3 kundan ko'p arazlashligimiz mumkin emas ekan. Buni deylik 3 kundan ko'p arazlab yubordik. Nima bo'ladi? Aytdik, 1 yilgacha agar arazlab yuradigan bo'lsa, uni qonini to'kkandek bo'ladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu birinchi jazosi. Ikkinchi jazosi nima? Ikkinchi jazosi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, jannat eshiklari dushanba va payshanba kunlari ochiladi. Alloh shirk keltirmagan har bir bandasini mag'firat qiladi. Faqat o'zi bilan din birodari o'rtasida adovat bo'lgan kimsa bundan mustasnodir deyiladi. Subhanalloh. Ular haqida shunday deyiladi. Bu ikkisi o'zaro yarashib olguncha ularga muhlat beringlar. Ya'ni men ularni nima qilmayman? Kechirmayman. Subhanalloh. Qarang. Demak, bizni arazlab yurishligimizning zararlaridan bittasi nima ekan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, jannat eshiklari dushanba va payshanba kunlari ochiladi. Allohga shirk keltirmagan, muvahhida bo'lgan, muvahhid bo'lgan, tavhid ahli bo'lgan har bitta bandani Alloh subhanahu va taolo rahmati bilan kechiradi, mag'firat qiladi. Kechirilmaydiganlar kimlar? Muvahhida, muvahhid bo'lsa ham, tavhid ahli bo'lsa ham birodarlari bilan orasida adovat bo'lgan va urushib, yarashib yurmaganlar. Urushib qolib yarashmaganlar. Mana shularni Alloh subhanahu va taolo kechirmas ekan. Shuning uchun buni oddiy sanamasligimiz kerak. Islom bizga 3 kun muddat berdimi? O'sha muddatning ichida araz deylik, xafa qilaylik, xafa bo'laylik, mayli. O'shanda ana shu 3 kunning ichida ham g'iybat qilib, hammaga yomonlab, uni hammaga sharmanda qilib, uni xatolarini, ayblarini ochishlikka ruxsat yo'q.
Faqatgina o'z ichimizda u bilan gaplashmaslik, u bilan uzoq turishlik, mana shu narsaga islom ruxsat bergan 3 kunga. Lekin buni qildikmi? Bundan o'tmaylik. Islomning bizga ruxsat bergan narsalarni, ruxsat bergan muddatni ishlataylik, undan u yog'iga davom ettirmaylik. Agar davom ettiradigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, mana shularni Alloh kechirmaydi. Allohga shirk keltirmasa ham ularning gunohini o'sha yerda kechirmaydi. Toki ular yarashib olgungacha ularga muhlat beringlar deydi. Subhanalloh. Yani toki ular yarashib olmagungacha men ularni kechirmayman deydi. Shuning uchun mana bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Abu Darda radhiyallohu anhu aytadilarki, sizlarga sadaqa va ro'zadan ham xayrliroq bo'lgan narsani xabarni beraymi? Ikki kishining orasini isloh qilish, ya'ni yarashtirib qo'yish. Ogoh bo'linglar, adovat va dushmanlik savoblarni yo'q qilib yuboradi deydi Abu Darda radhiyallohu anhu. Shuning uchun mana bunaqangi rahmatdan uzoq qolmaslik uchun birodarlarimiz bilan oramizda nima qilishligimiz kerak? Isloh qilishligimiz kerak. Birodarlarimiz bilan oramizda o'tgan avvalambor kichkina narsalar bo'lsa, bu bilan urushib, talashib yurishligimiz bu birodarimizni Alloh uchun sevmasligimizdan dalolat. Deylik, kattaroq bir masala bo'lib qoldi, urushib qoldik, tortishib qoldik, ranjidik. Xafa bo'lishligimizga islom bizga 3 kunga muddat bergan. 3 kundan keyin biz yarashmasak, harom ish qilgan bo'lamiz. Agar buni muddatini uzatib yuradigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganidek, biz uni xuddi o'ldirgandek bo'lamiz, qonini to'kkandek bo'lamiz. Undan ham yomonrog'i, Alloh subhanahu va taolo har bir muvahhid, tavhid ahlini dushanba va payshanba kuni gunohlarini avf qiladi. Faqatgina kimlarni avf qilmaydi, kimlarni mag'firat qilmaydi, kimlarni kechirmaydi? Birodari bilan bir-birini orasida adovat bo'lgan, qalbida gina bo'lgan va yarashmayotgan insonlar. Alloh subhanahu va taolo ana shularni to yarashgungacha avf qilmaydi, mag'firat qilmaydi. Shuning uchun birodarlarimiz bilan oramizda isloh qilaylik. Oramizda gina deylik bir yomon narsa bor oramizda. Alloh uchun avf qilaylik. Alloh subhanahu va taolo ham bizni avf qiladi. Allohu a'lam. Tushuntirmoqchi bo'lgan masalalarimiz mana shundan iborat edi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.